vahimachi, qo'rqoq, hozir o'lib qolaman yoki yuragim hozir mazasi bo'lmay qoladi, qachon qarama panический atakada yuradigan bemorlarim diqqatiga yaxshilab eshiting. Demak, mendan dori yozib beringlar, iltimos, tamitara dori yozib yuboring deb so'rashadi. Juda ehtiyot bo'linglar dorilarga. Dorini albatta bemorni ko'rib keyin yozish kerak. Men o'zidan o'zi dori yozib yubora olmayman. Bu juda noto'g'ri holat hisoblanadi. Qani nima tavsiya beraman? Sizda qo'rquv, xavotir, panika, yurak urib ketishlar holatlari bo'layotgan bo'lsa, birinchi ovqatlanish tarkibingizni to'g'rilang. Hozir men sizga 3 ta mahsulot aytaman. Demak, 3 ta mahsulot yurak urishingizni tezlashtirib, qo'rquv, xavotiringizni kuchaytirishi mumkin. Birinchisi kofein saqlovchi. Kola, kofe, achchiq shokoladlar, kakao bilan tarkibida kofein bo'lgani uchun kofein sizni miyangizni qo'zg'aluvchanligini oshirib turib, yuragingizni tezlashtirib, qon bosimini oshirib, sizda qo'rquv vahimani kuchaytirishi mumkin bo'ladi. Ikkinchisi, demak, shirin mahsulotlar. O'ta shirin mahsulotlar, ularni ko'p yeyish ham o'sha vaqtda sizga yengillik beradi. Chunki glyukoza ko'payib, ozgina serotonin ko'payadi, lekin u vaqt o'tgandan keyin keskin tushkunlik, serotoninning keskin tushishi va qo'rquv vahimangizni kuchaytirishi mumkin. Demak, shirinliklardan ham o'zimizni tiyamiz. Uchinchisi, tuzli va achchiq mahsulotlar. Aynan bu mahsulotlar tuz qon bosimini oshirishi, achchiq mahsulotlar yurak urishini tezlashtirishini hisobiga miyaning qo'zg'aluvchanligini oshirib, sizda qo'rquv vahimani kuchaytirishi mumkin. Shu mahsulot uchalasini ratsioningizdan chiqarasiz, qo'rquv vahimangiz anchagacha kamayadi. Nima mahsulotlar qo'rquv vahimani kamaytiradi? Birinchisi, magniy saqlovchi mahsulotlar. Mana grechka, ismaloq juda zo'r ta'sir qiladi. Yong'oq, ratsioningizga har kuni yong'oq qo'shing. Tarkibida melatonini bor, magniysi bor, sizni ancha tinchlantiradi. Ikkinchisi, yog'li baliqlar. Yog'li baliqlar tarkibida omega 3 bo'ladi. Omega 3 bizni organizmimizning nerv sistemasini tinchlantirishga juda zo'r yordam beradi va uchinchi yana asosiy mahsulotlardan bittasi, qariydi hamma oq non yemasdan turib kepakli nonga o'tsa. Kepakli nonni tarkibida vitamin B kompleksiga boy bo'ladi. Shu B guruh vitaminlar organizmimiz nerv sistemasi uchun qurilish materiali va tinchlantiruvchi faktor bo'lib xizmat qiladi. Qarang, ovqatlanishingizni to'g'rilash hisobiga shu bir ikkita mahsulotlardan kechasiz, naborot bir ikkita mahsulotdan qo'shasiz, siz qo'rquv vahimadan nechidir foizga kamayishi mumkin. Ya'ni o'zingizni o'shandan asrashingiz mumkin. Shuning uchun ovqatlanishga juda e'tibor beramiz. Kuzatib boringlar, tavsiyalar berib boraman. Amal qilish sizlardan. Ramazonlarni yaxshi o'tkazinglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.